Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Kelganda bitta like bosamiz do'stlar. Like'lar kam bo'lyapti. Muzaffar Xo'rozlar kanalining obunachilari. Bizni yangi kuzatayotganlar iltimos qilib qolamiz. Obuna bo'lib, like'larni bosib kuzatishingizni iltimos qilamiz. Xo'sh, bugun 12 yanvar 26-yil. Ekranimizdagi xo'roz sotuvga qo'ydik obunachilar. 15-16 oylik xo'roz, hali çok pishmagan umuman. Böyle ves olish kerak. Yaxshi boqib o'ynayman, yaxshi xo'roz qidirayotgan insonlarga tavsiya qilamiz obunachilar. Mana xo'rozning holati. Kimda kim ishqibozi bo'lsa ekranda nomer qo'yib o'taman. Bemalol ekrandagi nomerlarga chiqib bog'lanib gaplashib olaverasizlar. Ekrandagi nomerlarga tusha olmasanglar, ammo bu da ofisial kommentariyada Telegram kanalimni qo'yib o'taman. Undan bemalol o'tib, men bilan bog'lanib gaplashib olsanglar bo'ladi obunachilar. Xo'rozimiz soppa-sog', 5 kiloning tepasida o'ynaydi xo'roz. Xudo xolasa inshaalloh. Hozir 4,5 kilo bo'lsa kerak. Tanlamamid taroziga tortib ko'rmadim obunachilar. Ishqiboziga beramiz mana xo'roz. Mana. Hamtana makonlari bor. Ular ham sotuvda. Ular tuxumda tanlamamid. Ishqibozi bo'lsa, ularni ham sotamiz obunachilar. Xo'roz zoti karisiga karis urilgan obunachilar. Xitoyning qoni ham bor. Buni qonunda Xitoyning qoni ham bor. Otasi karis, onasi ham karis, onasida Xitoyning qoni bor obunachilar. Ishqiboziga beramiz, bemalol aloqa chiqib berasizlar. Telegram, WhatsApp bog'langan nomerlarga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling obunachilar. Mana ishqibozlarga beramiz. Bemalol aloqa chiqib berasizlar obunachilar.